vahshiy holat, vahshiy, o yo'q deydi, vahshiy holat sizni labis, vahshiy holat sizni er olmayotgani, vahshiy holat sizni konsertga itam kirmayotgani shu vahshiy holat. Ma Peterga kelib, даже gostinitsa olib berishmadi sizga, tomoshanikida yashadingiz, pulingiz yetmadi даже gostinitsaga ham. Konsertingizni dешёвый restoranda qilib berdingiz, shu vahshiy holat. O'zbekimiz artistlari Peterga kelib, vahshiy holatda kamoshanikida yashashdi va vahshiy holatda dешёвый restoranda 150 ta odamga konsert berdi. Sharmanda. Hayt desa kelaverdim Moskvaga. Hayt desa Peterga ham kelaverdim. Nima voy anaqazam obro'yizam qolmadi o'sha kelaverib Peterga, kelaverib. Ke desa kelaveraman, yig'ishtir taraqatir qiyin Manzura. Hozir Manzura pani yangi qo'shiqni eshitib qoldim-da. Ey zolim, ey zolim degan qo'shiqni eshitib qoldim. O'ziga atab aytgan ekanda. Manzurani dadasi, nimaga Manzurani sotib tashladingiz? Manzurani dadasi, qizingizni sotib nimaga pul topdingiz? 40 ga kira olmasdan hali ham bola tug'olmayapti. Onasini joni ko'tidan chiqsa kim bilan qoladi? Ey zolim, to'xtat Aminni sotishni. Ey zolim Manzura, shunchalik ham mol bo'lasanmi? Ey zolim, Aminga fil siksin seni Manzura. Jalablik qilishni to'xtat endi, otincha bo'l. Ey omshaladriga, bo'ldi jini qo'shiq aytishdi, to'xtat, pensiyaga para. 40 ga kirding o'zi. 21-asrda ko'raman deb o'ylamagandim. Odamlarda yotgani divani yo'q, yerda yotishar ekan, mana shuncha толщиной matrasda yotishibdi ekan. Просто menda реально stress bo'ldi kecha. Bunaqasini ko'raman deb 21-asrda o'ylamagandim. Qaysi ko'p o'zbeklarimiz ishlagan kelgan o'zbeklarimiz shunaqa qilib yashaydi, shunaqa qo'yka mestada, lekin haligi opani bansaga ham ko'rsatishmabdi. Hech kim yordam bermabdi. Iloji yo'qligidan menga обращаться qilibdi. Hozir doktorga telefon qilib so'radim, hammasi yaxshi, hammasi joyida dedi. Iltimos, qo'lingizdan kelgancha 10 so'm bo'lsa ham savob bo'ladi. Qo'lingizdan kelgancha ko'p so'ramaymiz, 10 so'mdan yordam beraylik. Iltimos, hammaga katta rahmat yordam berayotganlarga. Katta rahmat. Men bunaqasini ko'rmagandim hali. Инфекционная больница, Волоколамское шоссе, дом 63.